Hammaga salom. Bu videoda har xil lifehacklarni sinab ko'ramiz. Video boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda har xil lifehacklarni sinab ko'ramiz. Bo'lmasa sizlarni ko'p kuttirman. Bugungi videoni boshlaymay, video boshlashdan oldin обязательно kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Video boshlashdan oldin yana bitta narsani aytib o'taman do'stlar. Qachonki bizning YouTube kanalimizda obunachilar soni 50 tadan oshsa, ko'rib turibsizlar, mana ko'rsataman sizlarga. Mana shunaqa qo'rqinchli atmosfera, tashqarini ko'rsataman. Mana bu joyda uy bor. Yaxshi ko'rinyaptimi bilmayman. Mana shu uy qorong'i, kechqurungi paytda mana shu uyda xullas do'stlar. Addi shu horror video qilaman o'zim. Horror videoda bo'lsa, bu horror videoda mana shu uyda ichiga kirib olaman kechqurun. Addi shu 50 ta obunachidan agar 100 ta obunachini ko'rsalar, shu uyda ikkinchi etajda video olamiz do'stlar. Qorong'i paytda sizlar uchun horror video olamiz shunda. Bo'lmasa, har xil lifehacklarni sinab ko'rishda boshlaymiz. Birinchi lifehackni sinab ko'ramiz do'stlar. Bo'lmasa qani ketdik. Xo'p do'stlar, bizga birinchi lifehackimizni sinab ko'rishga, xo'p kamerani to'g'ri olaman do'stlar, qish qo'yibman. Sinab ko'rishga bitta baklashga suv va salfetka kerak bo'ladi. Salfetkani hozir tayyorlaymiz. Birinchi o'rinda mana shu baklashgani ichiga suv quyib olamiz, to'ldirib. Suvni quyishni boshlaymiz. Onasidan kelamizni olib qo'yamiz. Ma'lumda ishlamayapti. Xo'p. Sizlar do'stlar shu joyda suv to'lguncha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Sizlar uchun shuncha harakat oson bo'layotgani yo'q. Lekin sizlar uchun harakat qoldi. Hali horror videolarni chiqdi bitti. Bundan oldingi video ana shu turibdi hozir rasm. Ana shu videoga o'tib do'stlar. Bitta prosmotr ko'paytirib, videoga like bosib turib, kommentariy yozib qo'yinglar. Shu videoga umuman prosmotr yig'madi do'stlar. Kelinglar. Bunga yordam bera olinglar, hasabi. Xo'p, o'chirib, mana ustiga yotqizamiz. Xo'p. Suv olamiz, bir narsadan mana bu yog'i. Suv to'liq qilib bo'lishi kerak. Bu lifehackimizni o'xshatgan shunday deb o'ylayapman shu. Shunaqa deb ko'rdim o'zim. Bo'ldi, mana to'liq suv. Suv to'ldi, hozir kamerani oldimga olib kelaman biroz. Do'stlar, ahvolni qaranglar, suv chashiradi menga. Sutim ho'l. Mana bunga e'tibor beramiz va hozir salfetka olib kamerani yoqamiz. Ko'rib turibsizlar do'stlar, salfetkani bu tomonga uzoqroqqa olmasam sizlarga ko'rinmay qolar ekan. Mana ko'rib turibsizlar, tanlab oldim, salfetkalar bor. Buni hozir baklashgan ustiga qo'ysak, o'rtasi mana shu salfetka qolib, ichida o'sha qopqoq bo'lib bekilib qoladigan suv to'kilib ketmas ekan. Hozir sizlar bilan shuni sinab ko'raman. Mana. Xo'p, sekin tushirib olamiz. Qoldi ustida. Ichi ketib qoldi. Keyin boshqatdan qilamiz, boshqa salfetkalar. Hozir men salfetka tayyorlab olaman do'stlar, 1 daqiqa. Bittada tayyor mana. Xo'p, yana bitta urinib ko'ramiz. Jicha suv quyaylik-da ustiga. Sal kamaydi. O'ziga oldi birinchi salfetkamiz. Voh, suv tegib qoldi. Mayli, quruq joyi bor, zato eng asosiysi, eng muhimi mana shu quruq joyini qo'yib ish qilib qolsin, bu safar o'xshasin. Men o'xshagan buni o'zim oldin qilib ko'rganman. Nimagadir bu salfetkani ishlamayapti, salfetka. Buni sizlardan sizlarni o'zim ishlagan, buni qilib ko'rganman va sizlarga ham ilindim va biz suv quyayotganmiz yana. Qo'yib turay, yana hozir ko'raveradi. O'zim tomonga oldim. Qoladi jicha biroq. Yana sekin atrofini yitamiz. Olinadi. O'zi bilan olib ketib qolyapti-da bu hozir o'zi bilan. Bunda 2 qavat qilib ko'ramiz. Buni o'xshatamiz. Harakatda barakat degandek to'xtamay harakat qilamiz. Keling buni 2 qavat qilib turib ko'ramiz. Bu safar qolar suv quyaylik. Yana ustiga jicha suv quydik. Salfetkamizni olamiz va sekingina o'rnatamiz. Ishqilib qolsin. Bu safar jicha ochilib qoldi. Bu
safar jichcha ochilib qoldi. Jichcha. Yo'lini topdim. Oxirgi yo'lini do'stlar. Endi bu yog'i bu lifehack to'xtatib, keyin lifehackga o'tamiz. Birinchi lifehackimiz aytgancha boshlanishimiz oldin bu chekkasida chiqardim. Mana shu chekkada ko'rib olasizlar. Birinchi lifehack mana shu edi. Xo'p. Va nihoyat qoldi. Va men buni kamerani yechib olaman. Tezda do'stlar ko'rsataman sizlarga. Mana shunaqa ahvolda turibdi hozir baklashkamiz. Bu tomonga jildirib olaman. Mana shunaqa ahvolda turibdi baklashka hozir mana. Voy kamerani boshqa qolyapman ekan mana. Shunaqa ahvolda hozir shuni ko'ramiz. Bitta og'anatib ko'ramiz. Suv to'kilmayapti. Men buni bilardim chunki men o'zim ko'raman. To'kilmadi. Suv ko'rib turibsizlar mana. Suv to'kilmadi. Men bu live hackda o'xshashini bilaman chunki o'zim qilib ko'rganman do'stlar bu live hackda va birinchi live hack o'xshadi. Endi navbat yangi live hackga ketdi do'stlar. Xo'p do'stlar, endi navbat ikkinchi live hackga va ikkinchi live hack mana shuni ko'rib olasizlar. Mana chekkada turibdi do'stlar. Mana shu live hack bizniki. Ko'ra olinglar. Ko'rib turganlaringizni mana shu live hackni hozir sizlar bilan sinab ko'ramiz. Buning uchun bizga kerak bo'layotgan ko'rilgan baklashkani bu joydan kesib olamiz va bizga yana bitta narsani qo'shishdan chiqib qolibdi do'stlar. Hozir tezda olaman shuni ham. Bizga yana bitta narsa bu. O'zlar ko'rdilar endi aytishim bilib bo'ldilaring ham shekilli. Bu bo'lsa xato ish bo'lgan bitta qolyapti. Bu bo'lsa влажный salfetka, ya'ni влажный salfetka. Buni ham ishlatamiz. Birinchi o'rinda bizda idish. Ichiga suv, buni idishni mana bunaqa gel kerak bo'lar ekan. Birinchi bo'lib biz baklashkamizni kesib olamiz. Hop, Ramazon oyidamiz albatta. Iftorlikdan so'ng sizlar uchun mana shunaqa live hacklarni sinab ko'raman. Xato ketdi-yu, atiga e'tibor bermaymiz. Shunda yaxshi bo'ladi. Sal qiyshiq ketyapti-yu, lekin bu qiyshiqligiga e'tibor bermaymiz. Iloji boricha tekisda kesish kerak lekin. Va uchta joyga qo'yamiz. Bu yarim joyi endi bizga kerak emas. Bu tomonga olib buni skotchlab olamiz. U yerda rezinka ko'rsatgan, rezinkada yopishmaydi. Mana shunaqa qilib hozir biz skotchlab olishimiz kerak. Skotch chiqaramiz. Kerak mashincha yetadi. Skotch oldik. Sizlar uchun do'stlar qancha harakat qilyapman. Lekin obuna qo'ymasan ham bo'lmaydi. Bor yo'q hozir bizning kanalimizda 8 dona obunachi bor xolos. Xo'p. Bizni birinchi narsamiz tayyor, mana shunday bo'lib chiqishi kerak. Mana skotchlar ham oldik. Endi navbat tarelkamiz ichiga chuqurroq idish bo'lsa bo'ldi. Tarelka bo'lishi shart do'stlar. Ular suv idishimiz ichiga suv quyib olamiz. Suv ham tayyor. Ko'rgan bo'lsangiz bu live hackda buni quyib hozir menim bilan hudasak zoom bo'lib bir suv chiqishi kerak. Hozir shuni sizlar bilan sinab ko'ramiz va kameramni hozir boshqa joyga joylashtirib turaman hozircha pauza. Xo'p, mana do'stlar, men kamerani joylashtirib oldim. Endigi navbat gelimizni quyib aralashtirib olishga. Bo'ladi. Dizcha qo'yamiz. Ko'p ham ko'p. Xo'p. Aralashtirgani oshiqcha olamiz. Qattiq qilolmaymiz. Endi bu gelimiz aralashmayapti. Sovun, albatta suyuq sovun bu. Suyuq sovun ham bo'laveradi. Chuqur emas unchalik. Idishimiz shuning uchun bir jichcha ketib qoladi.
tayyor. Yetadi endi unaqa ko'p aralashtirib olmaymiz va navbat sinab ko'ramiz endi. Xo'p, mana boshlaymiz. Necha botirib turib endi chiqmayapti-yu. Bu lifehack o'xshash kerak edi. Adashmasam vlajnik noto'g'risini tanlab qo'yganmiz. Hozir vlajnikni men o'zi boshqachasini tanlashimiz kerak edi. Men boshqacha vlajnik tanlaganman. Hozir boshqa vlajnik olib chiqib ko'ramiz lifehackni. Ungacha bo'lmasam videoni pauza qilib turamiz. Do'stlar, mana boshqa vlajnik olib chiqdim. Endi ko'rishlari mumkin. Farqi yo'q-ku deyishingiz mumkin. Yo'q, boyagi ishlatgan salfetkamiz, vlajnik salfetkamiz u oshxonaning vlajnik salfetkasi edi. Bu bo'lsa o'zimizni qo'limizda boshqa narsa ishlatadigan vlajnik salfetkamiz. U bilan buni juda farqi katta ekan. Qayerda farqi bor desangiz, bu oddiy suv nam, u yog'lamaga o'xshab turadi. Qo'lingizda yog'lamaga o'xshab turadi. Endi hozir sizlar bilan oddiy vlajnikimizni o'z to'g'ri vlajnik olib chiqdim. Shu bilan hozir sinab ko'ramiz. Xo'p, mana skochimizni ham olamiz. Uchini topishimiz kerak. Yo'q. Butundan ham yo'q-da, mana shu joyda. Yomon ko'rganim do'stlar shu skotch uchini topish. Voy hay. Topamayapman uchun, to'g'risini aytsam. Ayo, topdim. Ochish qiyin edi do'stlar shu. Tindan ham o'chajib olgan edim do'stlar. Mana. Hop, buni mana endi sal buklab qo'ymasa yana topish qiyin bo'ladi. Hop, endi buni mayetganda yopishtirib turmasa bo'lmaydi. Bu turib turadi biz ungacha. Endi buni tayyorlab olamiz. Yaxshi yopishdi degan umiddaman. Va buzilmasdan mana shu fudadigan narsamiz tayyor. Boshqa vlajniy salfetka bilan tayyorladim bunisini. Gelda ham bo'lishi mumkin gap bu yerda. Kam gel quyib qo'ydimmikan? Balkim asha kam gel quyganimdan bo'lishi ham mumkin. Qo'limda aralashtiraman ular uchun. Yoki gel boshqa quyishim kerakmi? Bu bo'lmaydimi? Shunday ham bo'lishi mumkin endi. So'ngindagida chiqib ketdi do'stlar. Ko'ramiz endi mana. Ko'rib turganlaringni mana lifehack o'xshadi. Mana yaqindan olib kelib ko'rsataman mana. Ko'pinglar chiqdi, pufachalar. Okay. Assalomu alaykum. Videoda ko'rayotgan bo'lsangiz, rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'ying albatta. Siz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Men nimaga bunaqa obuna bo'ling deyapman. Yana bitta narsa va'da beraman albatta bunga. Biz qachonki do'stlar, boshda aytdim, 50 tada birinchi etajda boyagi joyda qorong'ida qo'rqinchli bo'ladi. Ikkinchi etajda 100 ta obunachini ursak. Yana bitta narsa do'stlar, qabristonda video olaman. Qabristonda kechqurun tunab qolaman. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Uning uchun 500 ta obunachini urib bersangiz, qabristonda tunab qolish videosini olamiz.
Agar 700 ta obunachi bo'lsa, do'stlarim bilan shu qabristonga kirib, kvest qilamiz. Qabristonda kvest. Ya'ni bu kvest qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun bitta javob. Qabristonni ichiga turli joylariga qutilar yashirilgan bo'ladi. Shu qutilarni topib, ichidagi shartlarni bajarib, ya'ni 9 ta quti, hamma 3 tadan topish kerak bo'ladi. Bu degani 3 tadan bo'ladi. Topib o'sha qutidagi shartni bajarib ketish kerak bo'ladi xolos. Shu. Prosta taksiz obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying. Video davom etadi bo'lmasam. Ana endi do'stlar, navbat keyingi lifehackga. Bu lifehackda biz uchun kerak bo'ladigan narsa bu. Hozir yana bitta olaman ekan bundan. Mana bu yerda bizga kerak bo'ladigan narsa birinchisi salfetka va marker va bizga kerak bo'ladigan yana 2 dona bakal va ikkosida ham suv. Biz hozir ikkosiga ham suv olamiz. Tushuntirib beraman sizlarga suv olib. Xo'p, mana bizda ikkosiga ham suv olaman hozir. Va bizda suvlar tayyor. Bakaldagi biz hozir marker bilan mana shu salfetkaga bitta rasm chizib turib, masalan, uch rangida shu salfetkaga bo'yab turib, shu salfetkada bo'yab turib, shu salfetkaga bitta tiqsak, yarmini mana shungacha ikkosini orasida joy ochib turib, bo'yab turib, ichiga tiqsak birlashar ekan haligi. Hozir sizlar bilan sinab ko'ramiz. Birinchisi yashilda. Bo'yashni boshladim shu birinchisini. Menga shu burchak chiqmayapti. Bo'yab olamiz. Menimcha o'xshaydi. Yana bilmadim do'stlar. Xo'p. Birinchisi bo'ldi yashil, endi qizil. 4 xil rangimiz bor ekan. U qizil o'sha rangi tugab qoldi. Uchi kirib qoldi. Uchi yetar ekan lekin. Endi navbat ko'k. So'nggi ekan. Qora bor ekan. Qorani qo'shmay qo'yamiz. Qora bunaqa xuni yo'q qoladi do'stlar. Ko'k o'zi ham qoraga o'xshab qolyapti, qizilga qo'shilib turib. Ko'k yuzi yozmay qoldi. Hop, bizda o'sha tayyor 3 xil. Qanaqadir bayroqqa ham o'xshab qoldi desam mana. Hozir mana shuni endi sal bunday qo'yib turib, hozir kamerani ham olib kelib ko'rsataman, tiqib olib sizlarga ko'rsataman, o'xshaydimi yo'qmi. Boshladik, tiqishdi. Sal butulkani yaqin olib kelamiz ekan va men hozir tezda kamerani yechib turib, bu yerga olib kelib sizlarga ko'rsataman. Mana shu hozir birlashish kerak bir-biriga. Biz qatida bir xato qildikmi deyman. Sekin mana suv boryapti lekin. Rang qolyapti joyida. Suv bir-biriga yaqin boryapti. Suvda o'zi kelyapti lekin. Lekin ranglar qoldi joyida. Rang qolyapti joyida. Yoki biz qayerdadir xato qildik yoki bu lifehack o'zi ishlamas ekan. Xo'p do'stlar, bo'lmasam bu so'nggi lifehack edi. Hozir bitta narsa qilamiz. Bu do'stlar so'nggi lifehack edi. Endi do'stlar xayrlashib qolamiz, ya'ni xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deymiz. Mana shunaqa qo'rqinchli manzarada, qo'rqinchli horror video olinishini xohlasangiz hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar do'stlar. Ciao.